Eronda hukumatdan norozilik o'rniga Donald Trampdan norozilik paydo bo'ldi. Nega AQSh namoyishchilarga yordamga kelmadi? Misr Somalidagi harbiy missiyasini kengaytira boshladi. Bunga Isroilning Somaliland separatistik tuzumini tan olgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Assalomu alaykum. Ortda qolayotgan haftaning eng muhim voqealari tahlili bilan tanishtiramiz. Xabaringiz bor, Eronda Islom Respublikasi tarixidagi eng yirik va eng qonli namoyishlar bo'lib o'tdi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lum qilishicha, Eronda iqtisodiy qiyinchiliklar sabab boshlangan va keyinchalik hukumatga qarshi chiqishlarga aylangan ommaviy namoyishlar natijasida 3000 nafardan ortiq inson halok bo'lgan. Namoyishlar mamlakatning ko'plab shaharlarini qamrab oldi. Eron hukumati norozilik harakatlariga nisbatan kuch ishlatish, xavfsizlik kuchlarini jalb etish va ommaviy hibsga olishlar orqali javob qaytardi. Minglab fuqarolar qamoqqa tashlandi va vatan xoini hamda josus deb e'lon qilindi. Internet uzib qo'yildi. Aloqa vositalari cheklandi. Xalqaro hamjamiyat hukumatning harakatlarini inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilish sifatida baholamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron bo'ylab davom etayotgan norozilik namoyishlari hozirda ancha susaygan. Biroq huquq himoyachilarining xabar berishicha, tartibsizliklar boshlangandan buyon minglab namoyishchilar halok bo'lgan. 2000 dan ortiq kishi hibsga olingan. Ammo eng qizig'i, avval hukumat siyosatidan norozi bo'lgan Eron xalqi o'rtasida endi AQSh prezidenti Donald Trampdan norozilik kayfiyati paydo bo'ldi. Eron xalqi o'zini aldangan deb his qilmoqda. Sababi, Amerika yetakchisi Tramp ijtimoiy tarmoqlarda Eron xalqi bilan birga ekanligini bildirib, namoyishlarni davom ettirishga chaqirdi. Yordam berishga va'da qilib, hatto ijtimoiy tarmoqlarda namoyishlarni to'xtatmang, yordam yaqin degan postlar qoldirdi. Dunyo hamjamiyati AQSh Eronga harbiy zarba berishini va oyatullo rejimini ag'darishini kutgan edi. Lekin negadir Tramp oxirgi daqiqalarda fikridan qaytdi. Eronda odamlarni jazolash va qatl etish to'xtatilgani haqida gapira boshladi. Hatto namoyishchilar qatl qilinmagani uchun Eronga minnatdorchilik bildirdi. Men Eron rahbariyati tomonidan rejalashtirilgan namoyishchilarni qatl etish orqali jazolash bekor qilinganini chuqur hurmat bilan qabul qilaman. Rahmat, deb yozdi AQSh prezidenti o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Avvalroq Tramp namoyishchilar qatl qilinsa, Tehronga qarshi juda shafqatsiz choralar ko'rilishi bilan tahdid qilgan edi. Shundan so'ng Eron rasmiylari o'lim jazolarini ijro etmasliklarini ma'lum qilgan. Lekin keyinchalik Trampning Eronga zarba berib, rejimning esini kiritib qo'yish fikridan qaytgani tagida boshqa sabablar borligi oshkor bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Yaqin Sharqdagi davlatlar, xususan Saudiya Arabistoni, Oman va Qatar, shuningdek Turkiya AQShni Eronga harbiy zarba berishdan qaytargan. Ular Eronga yana bir marta imkon berishni so'rashgan. Eronga hujum mintaqada yana urush olovini yoqishdan va iqtisodiy muvozanat buzilishidan ogohlantirishgan. Shu bilan birga bunday qadamga oyatulloning agar AQSh Eronga hujum qiladigan bo'lsa, Yaqin Sharqdagi Amerika harbiy bazalariga va Isroilga bor raketa kuchlarimiz bilan zarba beramiz degan fikrlari ham sabab bo'lgani aytilmoqda. Garchi AQSh mintaqadagi ayrim harbiy bazalarni xavfsiz joyga ko'chirishni va Qizil dengizga avia tashuvchi kemalarini olib kela boshlagan bo'lsa-da, ehtimoliy zarba rejasi bekor qilingani aytilmoqda. Ayni kunlarda AQSh harbiy bazalariga yana askarlar va harbiy texnikalar qaytarib olib kelingan. Qolaversa, Donald Trampning maslahatchilari ham Eronga zarba berish oyatullo rejimini ag'dara olmasligini, buning uchun uzoq muddatli puxta rejalar tuzish kerakligini maslahat berishgan. Eng g'alatisi, Isroil ham Eronga zarba berishni maqbul deb topmadi. Chunki ayni vaziyatda Isroil ham Suriya, ham G'azo, ham Livanda harbiy harakatlar olib boryapti. Bunday sharoitda Eron raketalardan himoyalanish Isroil uchun ortiqcha va foydasiz tashvish bo'lardi xolos. Xullas, hozircha Erondagi mavjud rejim o'z joyida qoladigan ko'rinadi. Ammo Trampning ertaga qanday qaror qabul qilishini oldindan bilib bo'lmaydi. Uning keyingi harakatlari qanday bo'lishini ham prognoz qilish qiyin bo'lib qolgan. Lekin anig'i shuki, Eronga zarba berish shunchaki vaqt masalasi. Ekspertlarning aytishicha, bu hujum bekor qilinmagan, shunchaki kechiktirilgan xolos. Misr Arab Respublikasi hukumati 2024-yildan beri Somali hududida amal qilib kelayotgan harbiy missiya ko'lamini yana kengaytirmoqda. Bunga sabab sifatida Isroilning 2025-yil oxirida dunyoda birinchi bo'lib Somaliland mintaqasi mustaqilligini tan olgani ko'rsatilmoqda. Manbalarning xabar qilishicha, Misr hukumati Somali prezidenti Hasan Shayx Mahmud hokimiyatini himoya qilish asosiy ustuvor vazifa ekanini ta'kidlagan. Bu qaror Isroil tomonidan separatist Somaliland mintaqasining mustaqilligini tan olinganidan keyin qabul qilingan. Ayni paytda rasmiy Qohira Misr o'z milliy xavfsizligi uchun hayotiy ahamiyatga ega deb hisoblaydigan hududda Isroilning harbiy tayanch nuqtaga ega bo'lib qolishidan xavotir bildirmoqda. Chunki Isroil nafaqat Somalilandga yordam berishini, harbiy texnikaviy ko'mak berishini, balki bu yerda o'z harbiy bazasini ham ochishni rejalashtirgan.
Shuningdek, Misr hukumati Isroil Somalilendagi ta'siridan foydalanib, Efiopiya bilan aloqalarni mustahkamlashi mumkinligidan xavfsirayotgani aytilgan. Eslatib o'tish joiz, Misr Efiopiya bilan yillar davomida Nil daryosi suvlaridan foydalanish masalasida bahs olib bormoqda. Ta'kidlash kerak, Qohira uchun hozirgi kundagi asosiy vazifalardan biri Mogadishodagi hukumatning saqlanib qolishidir. Chunki Isroil va Efiopiya ushbu hukumatning qulashiga olib kelishi mumkin bo'lgan ayrim harakatlarni amalga oshirishga urinishi ehtimoldan xoli emas. Manbalarga ko'ra, Somalidagi misrlik harbiy kontingent soni 10 ming nafarni tashkil etadi. Shuningdek, so'nggi yillarda Qohira Efiopiyaning Somaliland hokimiyati bilan kelishuvlar orqali Qizil dengizga chiqishga urinishlariga qarshi chiqib kelgan. O'z navbatida Misr mintaqadagi davlatlar Somali, Jibuti, Keniya va Eritreya bilan ikki tomonlama kelishuvlar tuzgan. Misr Jibutidagi Darale porti va Eritreyadagi Aseb portini modernizatsiya qilish bo'yicha kelishuvlarga erishib, shu orqali Misr harbiy dengiz kuchlari uchun baza olishni ham ko'zlagan. Manbalar shuningdek Isroilning mintaqadagi ta'sirini kengaytirishi Qohirani yana shu jihatdan ham xavotirga solayotganini bildiryapti. Misr Efiopiya tomonidan Yashil Nilda yaqinda ishga tushirilgan Buyuk Efiopiya tiklanish geysi bo'yicha huquqiy jihatdan majburiy bitimga erishishga intilmoqda. Aholisi taxminan 108 million nafar bo'lgan Misr Nil daryosi suvlariga o'ta qaram. Shu bilan birga Misr hukumati Nil daryosi oqib o'tadigan boshqa davlatlar bilan ham suv resurslaridan foydalanish bo'yicha jamoaviy kelishuv tuzishga urinib, texnik yordam taklif qilyapti. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 26-dekabr kuni Isroil dunyoda birinchilardan bo'lib Somalidan ajralib chiqqanini e'lon qilgan Somaliland mustaqilligini tan olgani ma'lum bo'ldi. Shu kuniyoq Misr, Turkiya, Somali va Jibuti bu qarorni qoralab chiqdi. Islom hamkorlik tashkiloti hamda Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi ham ushbu qadamni tanqid qilgan. Keniya, Uganda va Tanzaniya Somali hukumatini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqida esa Somalining hududiy yaxlitligini hurmat qilish muhim ekani ta'kidlangan. Ortda qolayotgan haftada xalqaro munosabatlar sahnasida ro'y bergan eng muhim voqealar yuzasidan tahlillarimiz shulardan iborat edi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirsangiz minnatdor bo'lamiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr.